Soliq qonunchiligini bilmaslikdan ham ko'proq xatarli narsa nima? Uni noto'g'ri tushunib olish. Ko'pchilik masalan imtiyozlar misolida ko'radigan bo'lsak, imtiyozlarni o'ziga yoqadigan joyini tushunib oladi. Maktabga imtiyoz bor deydi yoki qishloq xo'jaligi mahsulotiga imtiyoz bor deydi yoki yana boshqa. Lekin u imtiyozlardan foydalanish uchun o'zining shartlari bor. Agar shu shartlariga javob bermasa, u imtiyoz qo'llash mumkin emas. Masalan, korxona naqd pul yechadida, yugurib borib bozordan qishloq xo'jaligi mahsuloti olib keladi. O'ylashadi, bu yerda hech qanaqa soliq oqibat yo'q, chunki qishloq xo'jaligi mahsulotlariga podoходныйdan imtiyoz bor. Lekin imtiyozni diqqat bilan o'qiydigan bo'lsak, o'zini xo'jaligida yetishtirgan qishloq xo'jaligiga imtiyoz bor. Masalan, siz 400 millionga karom olyapsiz. 400 milliondan 12% podoходный налог chiqadi. Lekin siz buni hisobga olmaysiz, sizga yoqadigan joy qishloq xo'jaligiga-ku imtiyoz, shu joyini tushunib olasiz deb bo'ldi, imtiyoz bor ekan. O'zini xo'jaligida yetishtirilganligini isbotlab bera olaysanmi desa, hujjat so'ralmaydi, hozir chiqadi-da, hujjat so'ralmaydi. Menga hujjat olib kelishyapti. 2 sotuv yeri bor. 2 sotuv yerda 400 millionlik karom yetishtirsa bo'ladimi? Soliq qonunchiligini tushunmaslik emas xatarli narsa. Uni o'ziga yoqadigan qilib tushunib olish, oxirigacha mezonlarni o'rganmaslik ko'proq xatarliroq.